Assalomu alaykum, hormanglar. Bugungi mavzuyimiz bakalavr Angliyada o'qish. Lekin nozik nuqtasi bor. Agar sizga o'qib ishlash bo'ladigan bo'lsa, bu uchun alohida mavzu qilganmiz. Bu galgi umumiy YouTube'da auditoriyaga shunaqangi murojaat qilmoqchimiz. Bu vazifasi faqat o'qish. Mayli o'ziga ozgina topsa bo'ladi-yu, lekin kontraktda ota-ona yoki sponsor homiy tomonidan to'liq qoplanadigan talabalar uchun to'laqonli blueprint strategiya, roadmap. Bu roadmapga kirishdan oldin qisqacha o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Shohjalil, familiyam Qosimov. Yevropada o'qiganman, Angliyada, ham Londonda, ham Oksford shaharlarida o'qiganman, Yaponiyada o'qiganman. 11 yildan beri shu sohada duo olib kelayotgan insonmiz desak bo'ladi. Demak, bu hozir men murojaat qilmoqchi bo'lgan talabalarda mas'uliyat kamroqdek, hayot osonroqdek ko'rinadi, lekin men sizlar uchun chizayotgan roadmap ham karrasiga qiyinroq, karrasiga murakkabroq. Ya'niki sizlar imkoniyatdan maksimum foydalanishingiz kerak. Men biznes sohasiga umumiy bitta roadmap chizishga harakat qilyapman. Agar siz moliya buxgalteriya yo'nalishi bo'ladigan yoki biznes boshqaruv yoki marketing yoki leadership qanaqadir yo'nalishda ketayotgan bo'lsangiz, siz 4 yillik bakalavr tanlayotgan bo'lsangiz, birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa London shahridan qochish. Qizig'i, nimaga? Londondan nimaga qochamiz? Nimaga chetroqda o'qiymiz? Chunki bizda kontraktni yopish degan muammo borligiga shukr, duogo'ylarimiz tomonidan yopilyaptimi? Sizda faqatgina o'zingizni eplash bo'lyaptimi? Buni Londondan tashqarida chetroqlarda qilganingiz 2x ga yoqimliroq. Chunki sizni bu hayot balansingiz bo'ladi. Zalga chiqa olasiz, правильное питание, PP deb o'zingizga qara olasiz, take care qila olasiz va maza qilib o'qiy olasiz. Va sizni Londondan men chetga tortib olishimning asosiy maqsadi shunaqa universitetlar bor. London shahrida emasda, reytingi juda ham yaxshi va muhit juda ham green deymiz, ya'niki yashil bog'lar bilan to'la. Sizni distractionlar, har xil klublar, ya'ni chalg'ituvchi qo'shtirnoq ichidagi sizni foydangizga ishlaydigan do'stlardan uzoqroqda bo'lgan yaxshiroq. Ya'ni Londonda bunaqa community ham, bunaqa diaspora ham bor. Shuning uchun undan qochib turib biz sal chetroqlarda o'qishga harakat qilamiz. Chunki kontrakt muammoyimiz qutilgan. Faqat bizni oldimizdagi 4 yilda shunaqangi tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, shunaqangi beast monster bo'lishimiz kerak. Bitirganimizda ter tashlaydigan darajada kuchli bo'lishimiz kerak. Har qanday oldimizdan chiqqan to'siqlarni. Men shuning uchun ikki xil variant beraman. Agar siz moliya buxgalteriyaga o'qishga, bakalavrga ketayotgan bo'lsangiz, siz ketguningizgacha mamlani o'qish kerak. Ya'niki men doim aytganim pre-departure, ketguningizgacha kelishingiz kerak. Bu faqat o'zingizni foydangizga. Men majburlamayman hech qaysi talabani, lekin iltimos qilaman. Ukang sifatida yalinaman deyman, do'sting sifatida tavsiya qilaman deyman, akang sifatida talab qilaman deyman. Har qanaqasiga, chunki o'zimga, o'zimni farzandimga ravo ko'radigan tayyorgarlik shunda borganda professor bilan shunaqangi zo'r munosabatda bo'lish mumkin. U professorlar bilan ishlar, loyihalar qilsa bo'ladi. Bu yerda men qolgan sohalarni ham olmay qolman. Architecture bo'ladigan bo'lsa yoki electrical engineering bo'ladigan bo'lsa, engineering bo'ladigan bo'lsa yoki shunga o'xshash sohalar bo'ladigan bo'lsa ham bo'ladi. Va sizlarning hammanglarning bitta vazifanglar bo'ladi. Faqatgina bitta yo'nalishda mutaxassislik uchun 4 yil ko'p. Shuning uchun biz bakalavr uchun universitetga uni baribir o'tirib tanlashimiz kerak. Sizni xarakteristikangiz, sizni disiplinangiz, ichki intizomingizdan kelib chiqib turib, birlamchi va ikkilamchi, ya'niki Amerikada bilsanglar major and minor degan narsa bor. Birinchi asosiy fokus o'qiydigan faningiz va bu sizni hayotda baribir tortadigan lokomotiv bo'ladi. Uni agar o'zingiz o'qolmaydigan bo'lsangiz, ichki intizom etmaydigan bo'lsa, uni universitetga topshiramiz. Professorlar sizni majburlab o'qitadi va o'zingizni passioningiz bo'ladi. Masalan, menga o'xshab gapirishni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, siz marketing salesni parallelni o'zingiz olib ketsangiz bo'ladi. Chunki siz uni shundoq ham yaxshi ko'rasiz, uni hech kim majburlamasa ham qilasiz va 4 yilda davrida ham siz qiynaladigan. Men o'zim ham qiynalganman, lekin shu yoqda o'qiyman. Mana shu yoqda, ya'niki nimaga ikkita narsa, ya'niki men tushuntirib berayda, ota-onaga ham, farzandlarga ham har qanday sport turi, boks oladigan bo'lsak, agar boksyor o'ng qo'lda urishadigan bo'lsa, u chap qo'lida ko'proq trenirovka qiladi. Chunki agar chap qo'l bilan hayotda urish imkoniyati kelib qolsa, chap qo'l bilan ham urib yutib ketish uchun hayotda sizni kasbingizda ham shunaqa sotuv, boshqaruv hammasi frontda ish beradi. Biznesmenlar, biznes ota-onalar ko'rishayotgan bo'lsa, meni ko'proq tushunishadi. Ya'niki sotuv muomala bilan
ishni bilmasa ham gap bilan yutib ketish imkoniyatlari bor. Lekin gap bilan vaziyatdan o'sha vaqt uchun yutib turib, keyin uyga borib yoki ofisga qilib 1 hafta 2 hafta ichida back office, ya'ni orqasini tizimlashtirish, sistemalashtirish, injeneriyasi, arxitekturasi, dizayn, fashion nima bo'lsa hamda moliya buxgalteriya biznesning tili. Shuning uchun mashinani olib borsak, o'qib borsak, birinchi, ikkinchi kursga ideal tayyor bo'lib boramiz, ko'proq o'qib boramiz va eng men yomon ko'rgan narsam erkinlik bo'lgani uchun bolalar qilib qo'yishadi. Bu yerda ota-onalarga message bor. Men aytaman-da, aka olib kelib qo'ying deyman. Mana shu yerda o'tirsin deyman. Nimaga? O'tirsa bolalarning hammasini o'qitib qo'yamiz, darslarga aniq qilib, o'qisin, o'rgansin deb o'zini boshini qotirib qo'yamiz. Yozda komfort zonaga kirib ketib qolsa, qayta yana o'qishga adaptatsiya qilish qiyin bo'ladi-da. Keyin bolalarning bahonasi bor. Ada, oyi deydi, 3 oy yoz o'qimadim-da, shuning uchun baholarim past chiqdi deydi. Bizda chet elga ketganimizda shunaqa narsa bo'lgan, to'r olish uyat bo'lgan. To'r olsam, to'r olib borib, to'r bahoyimni oyimga ko'rsatib nima qilaman, ota-onamga ko'rsatib qanaqa qilaman degan narsa bo'lgan. Xuddi shu narsani men tinmasdan berib boraman. Miyasiga quyib, singdirib boraman. Borganda ham o'qishga qiziqmagan o'yin-qaro bo'lishi mumkin, sizni biznes imperiyangiz bo'lishi mumkin. Uni shunchaki eplab berishi mumkin. Eplab bersa, yashab bersam bo'ldi deydi-yu. Shunaqa farzand bo'lsa ham uni tomchi quyib turib, ancha yo'lga solsa bo'ladi. Shuning uchun bu yo'nalishdagi bolalarning strategiyasida sodda lo'nda narsa individual ko'rib chiqiladi, kelish kerak bunga ham va asosiysi agar qiynalsa, hisob-kitobga, moliyalarga qiynalsa, buni bakalavrga tanlanadi-da, ikkilamchiga mana buni mustaqil o'qiydi. Buni xohlasa, men bilan xohlasa mustaqil farqi yo'q, lekin o'qish kerak. Agar 4 yil o'rta hisobda siz $25,000 dan xarajat qiladigan bo'lsangiz, $100,000 agar 10 million bo'lib qaytishni xohlayotgan bo'lsangiz, shunaqa intensiv strategiya qilish kerak va juda ham muhim narsa Londondan qochish kerak. Hech bo'lmaganda 2 soatlik masofada uzoqroqda yashasa, London aralash quralash joyda. O'qib ishlaydigan bolalarda variant yo'q, ko'proq ish bor joyga borish kerak. Unaqa emas, faqatgina o'zini o'zi eplashi bo'ladigan bo'lsa, uni xohlagan shaharda qilsa bo'ladi. Xoh Oksfordda, xoh Kembridjda va hokazo. Juda ham ko'p variantlar bor. Uni individual case'dan, budjetdan ko'rib chiqsak bo'ladi va boya katta rasmga e'tibordan uni arzonroq kontraktlar ham qilsa bo'ladi, ya'niki ota-ona yopadigan bo'lsa. Lekin asosiy message bu yerda bolalarda oldingilari bilan bir xil. Birinchi 4 yil maksimum o'qish, maksimum education bo'ladi. 3-kursdan boshlab, 3rd yeardan boshlab action bo'lish shart. Harakatlar bo'lish kerak internship uchun. Ya'ni yozlarda ham ko'proq konferensiyalar, ko'proq kollaboratsiyalar qilinishi kerak. Internship. Shundagina arzigulik o'qish bo'ladi. Agar talaba zalga chiqish yaxshi ko'radigan, o'zini take care qilish yaxshi ko'radigan, o'qish yaxshi ko'radigan, ertaga haqiqatda zo'r natijaga erishmoqchi bo'lsa, butun rejim planini qanaqa o'qiydi, qaysi zalga chiqishigacha men ko'rsatib berganman bolalarga. Chunki zallarning ham farqi bor, lokatsiyalar, har bitta narsasi. Chunki elementar narsani baribir 16-15 yosh bola bilmaydi. Men ham bilmaganman. Chunki vaqtdan yutish, vaqtni eng asosiy valyuta birligi deb olib, ota-onani ertaga yuzini yorug' qiladigan farzand bo'lib, ertaga $1 million, $10 million bizneslar topshirilganda bemalol shunaqa qilib uni 2-3x oshirib yorsa, qandoq maza qilmaysiz va bu uchun agar men bundoq qilib qilinadi desa, siz unga hozir $500,000 to'lashga ham tayyorsiz, lekin uni qanday bundoq qilib qilsa bo'lgan. Uning uchun majburmiz, biz 4 yillik, 5 yillik og'ir bo'lsa ham bitta kurator, bitta mentor qo'yib turib, bu roadmap qilishga. Ya'niki Angliya qismida men tepasida tura olmayman, masofadan turib nazorat qilinadi, lekin ancha-muncha instrumentlarni oldindan, ya'niki o'yin qarolikka berilib ketib qoladigan bola bo'lsa yoki sal sho'xroq bola bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga o'xshagan aka, shunaqa bola bo'ladigan bo'lsa, uni oldini olish mumkin. Ya'niki o'qish joyini o'qishga jo'natilayotganda faqat o'qiydigan bolalar bilan qo'shib. Ya'niki so'zim yakunida bu talabalarda juda katta imkoniyat bor. Bu imkoniyatdan karra-karrasiga kattaroq natija bilan va zo'r ekspert, zo'r rahbar sifatida yakunlash kerak. Imkoniyati bor talabalarimizda bir ota-onalarni eng qiynaydigan masala bu nazorat, disiplina. Shojalal ham aytgan narsang
quloqqa juda zo'r eshitilyapti, lekin buni realizatsiyasida kim bosh qosh bo'lib turadi, kim kafil bo'ladi deyishingiz mumkin. Afsuski, deyarli hech kim kafil bo'la olmaydi. Chunki odam o'ziga ham kafil bo'la olmaydigan davr bo'lganda, buni maksimum biz nima qilamiz? Nazorat qilamiz, tizimlashtiramiz. Shu boshida aytganimizdek, imkon qadar hamma bo'lishlikligi mumkin xavf-xatarlarni oldindan olib va Londondan, aeroportdan kim kutib olishigacha filtrlanadi. Ya'niki ishlaydigan bolaga boshqacha talaba chiqib kutib oladi, unga boshqacha guidance, yo'l yo'riqlar beradi. Faqat o'qiydigan bo'lsa, unga boshqacha yo'l yo'riqlar beradi. Har bittasi filtr qilib, maksimum adaptatsiya periodidan eson-omon o'tib olishga harakat qilamiz. Bu bizning falsafamiz, qadriyatimiz. Agar sizga ham o'zimizning farzandimizga, o'zimizning ukamiz, singlimizga ravo ko'rgandek konsultatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, eshiklarimiz ochiq, ko'rishamiz ofisda. Salomat bo'linglar.